Osiyoda yashash eng qimmat shahar qaysi biri deb o'ylaysiz? Toshkentmi yoki Olmaota? Yo'q, bu ro'yxatning tepasida butunlay boshqa bir shahar turibdi. Markaziy Osiyo mintaqasidagi uy narxlari eng qimmat shahar Ashxobod. Turkmaniston poytaxtida ko'chmas mulk narxlarining balandligi yangi qurilish loyihalariga ruxsat olishning juda ham murakkabligi va og'ir talablar bilan bog'liq. 2025-yilga kelib O'zbekiston va Qozog'iston bozoridagi narxlar barqarorlasha boshlagan bo'lsa, Qirg'izistonda shiddatli o'sish kuzatilyapti. Xususan, birlamchi bozorda 1 kvadrat metr uchun o'rtacha narxlar Dushanbeda $1190, Ostonada $1128, Toshkentda $1200, Olmaotada $1263, Bishkekda esa $1404 tashkil etyapti. Ashxobod ko'chmas mulk bozori bo'yicha deyarli ma'lumotlar yo'q. Siyosiy cheklovlar tufayli mustaqil narx kuzatuvlari olib borilmaydi. Ayrim manbalarda keltirilishicha, shaharda 1 kvadrat metr uchun o'rtacha narxlar $2900–3100 atrofida. Ana shunaqa.